Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men Shahrisabz davlat pedagogika instituti, pedagogika fakulteti, boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi o'qituvchisi Rahmatullayeva Sabohat Sadullayevna bo'laman. Bugun men sizlar bilan tarbiyaviy ishlar metodikasi fanidan maktabdagi tarbiyaviy ishlar tizimida sinf rahbarining faoliyati mavzusi yuzasidan suhbatlashmoqchiman. Keling, darsimizni boshlashdan oldin shu mavzumizni rejalari bilan tanishib olsak. Birinchi rejamiz tarbiyaviy tizimning nazariy asoslari va sinf rahbarining o'rni. Ikkinchi rejamiz tarbiyaviy ishlar tizimini rejalashtirish va boshqarishda sinf rahbarining roli. Uchinchi rejamiz o'quvchining shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi jarayonida sinf rahbarining ta'siri. To'rtinchi rejamizga keladigan bo'lsak, tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda sinf rahbarining innovatsion yondashuvi. Xo'sh, hurmatli talabalar, keling birma-bir rejamiz asosida siz bilan suhbat olib boramiz va shu ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Endi tarbiyaviy tizimning nazariy asoslari va sinf rahbarining o'rni deganda nimani tushunamiz? Tarbiyaviy tizim bu jamiyat tomonidan qabul qilingan maqsadlar asosida yosh avlodni tarbiyalashga qaratilgan tashkiliy, pedagogik faoliyatlar majmuasidir. Unda ma'naviy, axloqiy, jismoniy va estetik tarbiya yo'nalishlari uyg'unlashgan bo'ladi. Tarbiyaviy tizim quyidagilardan iborat. Ya'ni bu birinchi o'rinda tarbiya subyektlarini o'z ichiga oladi. Tarbiya subyektlariga o'qituvchi, sinf rahbari, ota-ona kabilar kirsa, obyektiga esa o'quvchi, maqsad, vosita, shakl, uslub va natijalar kiradi. Sinf rahbari tarbiyaviy tizimda markaziy shaxs hisoblanadi. U nafaqat darsdan tashqari ishlarni tashkil qiladi, balki o'quvchining shaxs sifatida shakllanishi, ijtimoiy hayotga tayyorlanishida muhim rol o'ynaydi. Endi sinf rahbari individual yondashuv, guruh ishlash faoliyatiga yo'naltirish kabi zamonaviy pedagogik metodlardan foydalangan holda tarbiyaviy ishlarni olib boradi. Ota-onalar bilan samarali hamkorlik qilish, sinfda sog'lom muhit yaratish, o'quvchilarda ijtimoiy faollik va mas'uliyat hissini shakllantirishga xizmat qiladi. Axborot asrida sinf rahbari faqat nazorat qiluvchi emas, balki ko'rsatuvchi, maslahat beruvchi, motivatsiya uyg'otuvchi, yetakchi sifatida faoliyat olib borishi kerak. Samarali tarbiyaviy tizim sinf rahbarining tashabbuskorligi, innovatsion yondashuvi va ota-onalar bilan hamkorligiga bevosita bog'liqdir. Shuning uchun ham har bir sinf rahbar o'z ishda ilmiy asoslangan va amaliy samaradorlikka ega bo'lgan metodlardan foydalanishi lozim. Ikkinchi rejamizga o'tadigan bo'lsak, tarbiyaviy ishlar tizimini rejalashtirish va boshqarishda sinf rahbarining roli. Xo'sh, sinf rahbari bu nafaqat dars jarayonini kuzatuvchi, balki o'quvchilarning tarbiyaviy rivojlanishi, axloqiy qiyofasi, ijtimoiy faolligi, ma'naviy kamoloti va jamoaviy uyg'unligini ta'minlovchi asosiy shaxs hisoblanadi. Tarbiyaviy ishlar tizimini samarali rejalashtirish va boshqarishda sinf rahbarining quyidagi rollari alohida ahamiyatga ega. Xo'sh, bular birinchi o'rinda tarbiyaviy ishlar strategiyasini ishlab chiqish, sinf jamoasining tarbiyaviy ehtiyojlarini aniqlash, yillik tarbiyaviy ishlar rejasini tuzish. Bu o'z ichiga sinfning o'ziga xos xususiyatlari, yosh davri, ijtimoiy holati va ota-onalar bilan hamkorlikka asoslangan ishlarni o'z ichiga oladi. Maqsad va vazifalarni aniq belgilash, ma'naviy, axloqiy, estetik, ekologik, ijtimoiy kasbga yo'naltiruvchi tarbiya yo'nalishlariga amal qiladi. Xo'sh, tarbiya jarayonini boshqarish, rejalashtirilgan tadbirlarni amalga oshirishni nazorat qilish, tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilishga tashabbus ko'rsatish. Ya'ni bu tarbiyaviy tadbirlarni tashkil qilish qaysi tadbirlarni o'z ichiga oladi? Bu bayramlar, davra suhbatlari, ekskursiyalar va sport musobaqalarini o'z ichiga oladi.
o'quvchilarning tarbiyaviy holatini muntazam tahlil qilib boradi. 3-rejamizga, keyingi rejamizga o'tadigan bo'lsak, tarbiyaviy muhit yaratish, sog'lom ijtimoiy psixologik muhitni shakllantirish, o'quvchilar o'rtasida hurmat, birdamlik va do'stlik tuyg'ularini rivojlantirish, sinf ichida nizolarni bartaraf etish, uni to'g'ri muloqot madaniyatini shakllantirishlarini o'z ichiga oladi. Endi sinf rahbar ota-onalar bilan hamkorlik ishini qanday amalga oshiradi? Ota-onalar yig'inlarini tashkil etadi, doimiy ota-onalar bilan aloqada bo'ladi, oilaviy muhitni o'rganadi va tarbiyada muvofiqlikni ta'minlab beradi. Individual yondashuv esa bu har bir o'quvchining xulqini, uni nimaga qiziqishi, iste'dodini o'rganadi. Muammoli o'quvchilar bilan alohida ishlash, psixologik pedagogik yondashuv asosida chora-tadbirlar ishlab chiqadi. Xo'sh, rivojlantirish monitoringini yuritish deganda biz nimani tushunamiz? Ya'ni rivojlantirish monitoringini yuritishda o'quvchilarni ijtimoiy hamkorlik, maktab psixologi, ijtimoiy pedagog, ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari, mahalla va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qilishni o'z ichiga oladi. Xo'sh, bolalarni jamiyatga ijtimoiy moslashtirishga ko'maklashish sinf rahbarining asosiy tarbiyaviy ishlaridan biri hisoblanadi. Sinf rahbari tarbiya ishlarining tashabbuskori, tashkilotchisi va boshqaruvchisi bo'lib, u nafaqat o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga, balki ularni to'laqonli shaxs bo'lib shakllanishiga, jamiyatda munosib o'rin egallashiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham sinf rahbarining roli tarbiya tizimini muvaffaqiyatli boshqarishda hal qiluvchi omil hisoblanadi. Endi biz sinf rahbarining asosan o'quvchining shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvini jarayonida sinf rahbarining ta'siri nimadan iborat ekanligi haqida gaplashsak, o'quvchining shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy moslashuvi jarayonida sinf rahbari o'quvchining aqliy, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlanishiga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni bu individga yo'naltirilgan yondashuv sinf rahbari har bir o'quvchining qiziqishlari, ehtiyojlari va xulq-atvorini chuqur o'rganib, unga mos yondashuvni ta'minlaydi. Rivojlanish uchun muhit yaratish, yaxshi tashkil etilgan sinf muhiti, intizom, hurmat, do'stlik o'quvchini o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi. O'zini anglash va baholashiga yordam beradi. Sinf rahbari o'quvchiga o'z qobiliyatini anglash, maqsad qo'yish va unga erishish yo'llarini o'rgatadi. Axloqiy tarbiya, mehnatsevarlik, vatanparvarlik, halollik kabi fazilatlarni shakllantirishda sinf rahbari doimo namuna sifatida o'zini namoyon etishi shart. Ijtimoiy moslashuvga ta'sirini o'z ichiga oladigan bo'lsak, o'quvchining jamiyatga muvaffaqiyatli moslashuvi uchun sinf rahbari quyidagi vazifalarni bajaradi. Ya'ni qanday vazifalarni? Bu ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish. Bu o'z ichiga nimalarni oladi? O'quvchilar orasida o'zaro hurmat, muloqot, madaniyati va hamkorlikni rivojlantiradi. Sinf rahbarining ta'siri nihoyatda muhim hisoblanadi. Jamoada moslashishga ko'mak sinf rahbari jamoaga moslashishga sinf rahbari qanday ko'mak beradi? U sinf rahbari yangi o'quvchilarni sinf jamoasiga tezroq kirishiga yordam beradi, ularni yolg'izlikdan saqlaydi, ijtimoiy rollarni o'rgatadi. Ijtimoiy rollarni o'rgatish o'quvchilarga jamiyatdagi turli rollar, ya'ni rahbar lavozimi, ijrochi, yetakchi, har bir kasb egasi haqida tushuncha beradi va ularda ushbu rollarni bajarish malakalarini shakllantiradi. Ya'ni biz mo'ljaldagi faoliyatlar, sinf rahbarining o'zini mo'ljaldagi faoliyatlari ham bor. Bu o'z ichida tadbirlar, ekskursiyalar, klublar orqali o'quvchilarni o'zlarini ijtimoiy muhitda sinab ko'rish imkoniga ega bo'ladilar. Ota-onalar bilan hamkorlik ishini sinf rahbari qanday amalga oshiradi? Bunda o'quvchining oilaviy muhitini inobatga olgan holda ijtimoiy muammolarni bartaraf etishga yordam beradi. Xo'sh, sinf rahbarining faoliyat turlari. Bular qanday faoliyat turlarini o'z ichiga oladi? Ya'ni u o'quvchilar bilan individual suhbatlar va monitoringlar olib boradi. Sinf soatlarini mazmunli tashkil etishi, psixologik qo'llab-quvvatlash, psixolog, maktab psixologlar bilan hamkorlik olib borishi hamda ota-onalar bilan maslahatlar, seminarlar tashkil etishi kerak. Ijtimoiy loyiha va ijtimoiy xizmat
faoliyatlarni yo'lga qo'yish shart. Sinf rahbari bu nafaqat o'quv jarayonini tashkil qiluvchi shaxs, balki o'quvchining shaxsiy rivojlanishi va jamiyatda o'rnini topishiga ko'maklashuvchi rahnamo hamdir. U o'quvchilar orasida sog'lom ijtimoiy muhit yaratib, har bir farzandning sog'lom, axloqli va faol shaxs sifatida shakllanishiga muhim rol o'ynaydi. Endi sinf rahbar sinfni yanada rivojlantirish uchun, sinf o'quvchilarini hayotda o'z o'rnini topish uchun, ijtimoiy hayotga ko'maklash uchun innovatsion yondashuvlarga tayanadi. Xo'sh, innovatsion yondashuv nima? Innovatsion yondashuv bu an'anaviydan farqli ravishda yangi texnologiyalar, uslublar va vositalardan foydalangan holda o'quvchi shaxsiga yo'naltirilgan tarbiyaviy ishlarni tashkil qilishdir. Xo'sh, ular ichida loyihaviy ta'lim, interfaol metodlar, aktiv vositalardan foydalanish, ijtimoiy tarmoqlar orqali aloqani kuchaytirish kabi shakllari mavjuddir. Zamonaviy metodlarga qaysi metodlarni kiritishimiz mumkin? Bu ya'ni case study, muammoli vaziyatlar tahlili, debat va munozaralar tashkil etishimiz. Bu debat va munozaralar tashkil etishimiz o'quvchilarni ham kreativ, ham kritik fikrlashlarini yanada mustahkamlaydi va bola fikr doirasini rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanishda bunda, ya'ni quiz botlarimiz, testlarimiz, Padlet, Kahoot, quiz testlaridan foydalanish va web quiz loyihalar o'quvchilar bilan onlayn jurnallar, bloglar yuritishni o'z ichiga oladi. Yana bir jarayon hozirgi kunda amalga oshirilyaptiki, o'quvchilarda mentorlik dasturlarini joriy etish va bular ham bolalarni fikrlash doiralarini yanada kengaytiradi, ularni jamiyatda o'z o'rnini topishga katta yordam beradi. Endi amaliy misollarga keladigan bo'lsak, sinfda ekologik loyiha. Xo'sh, ekologik loyiha tashkil etish, bu plastik chiqindilarni qayta ishlash g'oyasi, o'quvchilarni ochiq mikrofon usulida fikr bildirishga o'rgatish, mahalla va ota-onalar bilan hamkorlikda ijtimoiy aksiyalar o'tkazish, ya'ni virtual kutubxona yoki sinf blogini yaratish, har oy shaxsiy rivojlanish kunini tashkil etish kabi loyihalarni, kabi amaliy jarayonlarni amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Tarbiyaviy ishlar samaradorligini oshirishda sinf rahbarining innovatsion yondashuvlari muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Xo'sh, sinf rahbarining innovatsion yondashuvi tarbiyaviy ishlar samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Zamonaviy texnologiyalarni integratsiya qilish, o'quvchilarning shaxsiy xususiyatlarini inobatga olish va ijtimoiy hamkorlikni kuchaytirish orqali tarbiyaning sifatini yangi bosqichga chiqarishi mumkin. Aziz talabalar, tarbiyaviy ishlar metodikasi fanidan bugungi o'tgan mavzumiz yuzasidan sizga beradigan qisqacha ma'lumotim shundan iborat. Savol va mulohazalar bo'lsa, bemalol sizni tinglashga roziman va sizni eshitib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.